Assalomu alaykum. 53-blogimizda erib uzuvchi saqlagichlar haqida gaplashamiz. Ya'ni plavniy plavka, предохранитель deydi bizda. Bu uskuna o'zida ko'rsatilgan nominal tokidan tok ortib ketganda erib ichidagi sim uziladi va qayta tiklanmaydi. Bularning mana ko'rib o'tganingizdek saqlagichlari bo'ladi. Bu ikkita alohida uskunaga bo'linadi. Bu modulni o'zini g'ilofi. Bu almashtirilmaydi. Bu qo'yilgandan keyin turadi. Bu esa o'sha aytib o'tganimizdek saqlagich, ya'ni erib ketuvchi, erib uzuvchi saqlagich. Bu ko'rib o'tganingizdek uskunaga qo'yiladi, ya'ni g'ilofiniga va qo'yib qo'yiladi. Agarda bu uzilsa yoki bo'lmasam ishlayotganligini bilishimiz uchun bu yerda Delix kompaniyasining bu uskunasida indikator bor. Indikator yonib turadi. Agarda indikator o'chgan bo'lsa, bu saqlagich kuygan bo'ladi. Buni olinadi va almashtirib tashaladi. Bu qayerlarda ishlatiladi? Bu himoyasi juda yuqori bo'lgan, ayrim vaqtlarda siz uchun qimmatbaho bo'lgan uskunalarni himoya qilish uchun qo'yiladi. Releli himoyalarda yoki bo'lmasam turli xil kichik turdagi elektronika yo boshqaruvchi uskunalarni saqlash uchun qo'yiladi. Hozirda bunday saqlagichlar quyosh panellaridan kelayotgan kabellarga ham qo'yiladi. Ya'ni quyosh panelidan ortiqcha tok oqib kelsa, invertorda MPPT kontrollerini kuydirib qo'ymaslik uchun qo'yiladi. Ya'ni bizga tezroq ishlashi kerak. Bu qanday ishlaydi? Yuqorida aytib o'tganimizdek, ichida sim bo'ladi, ya'ni o'tkazgich bo'ladi. Bu yerdan katta tok oqib o'tganda bu o'sha tokka mo'ljallanmagan bo'ladi va u uziladi. Uzilganda xavfsiz uziladi, ya'ni bu g'ilofni, ya'ni himoya vositasini ichida uziladi. Bunda hech kimga zarar bermaydi va xavfsiz uziladi. Bu g'ilofni va bu eruvchi saqlagichni ham o'ziga yarasha texnik ko'rsatkichlari bor, ya'ni chidab beradigan kuchlanishi, toki mavjud. Bu g'ilofni esa 32 ampergacha bunday saqlagichlar tusha oladi va 500 voltgacha kuchlanishni uzib ulay oladi. Xuddi shunday saqlagichda o'ziga ham ko'rsatilgan. AC bo'lsa AC, ya'ni o'zgaruvchan, DC bo'lsa o'zgarmas toklar uchun. Bu qo'limdagi esa o'zgaruvchan toklar uchun 500 voltgacha kuchlanishga chidovchi va 100 kiloampergacha qisqa toshuv bo'lganda ham o'zini yo'qotmaydi, ya'ni sizni to'laqonli himoya qilib beradi. Aida kompaniyasida esa turli xil amperajdagi saqlagichlar mavjud. Buni siz mijoz sizga mening uskunam himoyalanishi o'ta zarur, yuqori darajada himoyalanish kerak desa, birdan shu uskunani olasiz. Yakras 20-32 amperlikni qo'yasiz, ya'ni kabelingizga, o'tkazgichingizga yoki bo'lmasam uskunaga moslab turib, xuddi shunday korobkada zapasi bilan tashab ketasiz. Qo'yasiz, yoqasiz, qandaydir bir qisqa tutashuv yoki bo'lmasam nagruska ortib ketdi, ya'ni yuklama ortib ketganda bu uziladi. Klient o'ziga ham tushuntirib qo'ysangiz, ochadi. Buni tashlab yuborasiz. Yangisini g'ilofdan oladi. Yangisini olib qo'yadi. Buni mijozni o'zi ham bajara oladi. Shuning bilan ushbu blogimizga yakun yasaymiz. Xayr, salomat bo'lasizlar.